Assalomu alaykum. Mana kuzatuvchilarim, boringlarga shukr. Bugun bu xonadonga kelib, kuyovi qanaqa e'zozlashi, qanaqa hurmat qilishi ko'p joyda solamiz, lekin bu darajada emas. Bular shunaqa aytayaptilar. Men kuyovlarni umuman juda ham qadrlayman. Juda ham shuning uchun kuyovni og'aynilarni ham qadrlayman. Zo'r bo'lsin, abdushi bo'lsin dasturxon dedilar. Endi bu yoqda hali kiradigan ovqatlar ham вообще шикарный, вообще zo'r bo'lyapti. Shashlikchilarni olib kelib qo'yibdilar, tandirda anaqalarni olib kelib qo'yibdilar, somsa yopadiganlarni свежий qirg'izaman deb. Qoyil qoldim. Mana ularga umuman prostoy narsa aralashmasin dedilar. Zo'r bo'lsin dedilar. Mana hamma narsa yaxshi zo'r olingan, lekin shunda ham akkuratni qilib solganmiz mana. Chiroyli qilib. Kuyovlari uchun shunaqa narsa qildirib qo'yibdilar. Shohona bo'lib o'tirsin deb. Shohdek bo'lib o'tirsin deb. Mana bunaqa deyaptilar-da. Deyaptilar Dildora. Zo'r narsa bo'lsin. Mana shokoladlarni ham gapirib o'tdim. Shokoladlarni ham borib zo'rlarini, eng qimmatlarini tanladik. Unga обязательно tilla qo'shilgan suv ham oldirtirdilar. Bo'lsin, kuyovimga bo'lsin deb mana. Kuyov uchun alohida shunaqa narsa. Mana dasturxonimiz qalay. O'zimga juda ham yoqdi.